Makaronni sevuvchilar uchun ajoyib retsept. Haqiqiy italyancha pasta carbonara tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib spagetti makaronni qaynatishga qo'yamiz. Bizga carbonara uchun eng asosiy mahsulot kapchonning говядина kerak bo'ladi. Bu uchun esa Asl Baraka brendining kapchonning говядинalariga ishonamiz. Tovaga olivka yog'i solamiz va go'shtimizni qovuramiz. Go'sht qizargunigacha sous tayyorlab olamiz. Tuxum sarig'i, parmezan pishlog'i va 2 qoshiq qaymoq solib yaxshilab aralashtiramiz. Go'shtimiz ustidan solamiz va bir cho'mich makaron qaynayotgan suvidan solib 5 daqiqa qaynatamiz. Makaronni esa 8-10 daqiqa davomida al dente holatida pishirib olamiz. Shunda makaronimiz ezilmasdan dirkillab pishib chiqadi. Makaronni solganimizdan keyin albatta ustidan qora murch seporish esingizdan chiqmasin. Bu pastani o'zimizning restoranimizda ham juda ham mehmonlarimiz sevib iste'mol qilishganligi uchun retseptini sizlar bilan ham bo'lishkim keldi. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, sizga tayyorlab berishi yoki olib berish kerak bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.